Xotira tirik va hamisha abadiydir. Navbatdagi lavhamiz Surxondaryo viloyatidan tayyorlangan. Unda muxbirimiz ustoz pedagog, mehnat faxriysi Olloberdi Shoimqulov xotirasiga bag'ishlangan tadbirdan hikoya qiladi. Komillikka intilgan kishigina boshqalarni ham izidan ergashtirishga, ezgulik va yaratuvchanlik yo'liga boshlay oladi. Bir so'z bilan aytganda, ustozlik darajasiga ko'tarilish uchun samimiylik, sabr-toqat, kuchli iroda, bag'rikenglik kabi ko'plab fazilatlarga ega bo'lish kerak deya e'tirof etildi Tog'li Boysun tumanidagi Kofrun qishlog'ining 32-umum o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan xotira tadbirida. Shu yerda o'sib ulg'aygan, tinimsiz mehnati va shijoati bilan mahalladoshlari o'rtasida katta hurmat qozongan Olloberdi Shoimqulov agar hayot bo'lganida o'zining 85-bahorini qarshi olgan bo'lar edi. Pedagoglar, o'quvchi yoshlar, urush va mehnat faxriylari, ustozning ko'plab shogirdlari va do'stu birodarlari, farzandlari yana bir bor u kishini xotirlab ko'p yillar davomida aynan mana shu maktabda olib borgan sermahsul faoliyatini tilga olishdi. Ikkinchi jahon urushi boshlanganida 13 yoshli o'spirin Olloberdi Shoimqulov front ortida kattalar qatori mehnat qildi. Urushdan so'ng maktabni, pedagogika institutini tamomlab, yosh avlod ta'lim tarbiyasiga o'zining hissasini qo'shib keldi. Qaysi vazifada ishlamasin, yurt obodligi, xalq farovonligi yo'lida bor kuchini sarflagan yurtdoshimiz o'zidan keyin ziyo bog'ini qoldirdi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Mustaqil vatanimiz ravnaqi, bugungi tinch osuda hayot uchun jonini fido qilgan ajdodlarimiz xotirasi qalblarimizda abadiy saqlanadi. Ularning yorqin va sermazmun hayoti biz uchun ibrat albatta. Mana shu sanaga bag'ishlab bizning Tog'li maktabimizda ham ko'plab madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Xususan insholar ko'rik tanlovida ishtirok etdik. O'zining muvaffaqiyatini shogirdlari yutuqlarida ko'radigan ana shunday mehri daryo insonlar tufayli xalqimizga xos ustoz shogird an'anasi asrlar osha mohiyatini yo'qotmay bugungi kunda yangicha mazmun kasb etyapti. Hayot yo'limizni ustozlar o'giti, maslahatlari va har bir qadamimizdagi amaliy yordamlarisiz tasavvur etish qiyin. Ular bor ekan, ziyo nurlari taralayveradi. Bunday odamlar balandparvoz so'zlar bilan emas, har kunlik bir qarashda ko'zga tashlanmaydigan mashaqqatli mehnati ila el orasida obro' e'tibor, hurmatga sazovor bo'ladi. Yoshlar esa ularga munosib tarzda yangidan yangi cho'qqinlarni egallashga intilmoqda. Yuzlab qishloqdoshlariga yelkadosh bo'lib, kasb sirlarini o'rgatishdan charchamagan Olloberdi Shoimqulovning samimiy, do'stona ko'magi bilan qanchadan qancha iste'dodli mutaxassislar, ijodkor va san'atkorlar tetapoya bo'ldi. 53-yil men shu Kofrun qishlog'ining 32 maktabiga birinchi sinfga kirgan paytimda bu insonning qo'rg'onida otamiz bilan bizning ro'zg'orimiz bir bo'lib o'sgan edik. Mana shu yerdagi bitta imorat bor, shu imoratdan haligi deraza deymizmi, ramka yo'q edi, bir teshik bor edi, mo'r deydi. Otam bu yerda Go'strponda raislari edi, 3 soat o'qib, 4-soatga otam kelmasi, men do'mbirani olaman dedim, bo'yim yetmas edi. Olloberdi aka Shoimqulov o'sha do'mbirani olib berdi, otamga aytdi, yo'l bering bunga. Kelajakda bir narsa bo'ladi. Buni o'qitdi, tarbiyaladi. Alla Shoimqulovni bugungi kunda 85 yosh yubileyini mana ular o'tkazib turibdi. Maktab jamoasi tadbirga atab tayyorlangan ijodiy dasturini namoyish etdi. Bir qator iqtidorli o'quvchilar esa munosib taqdirlandi. Shuningdek, Boysunning deyarli barcha qishloqlaridan kelgan polvonlar o'rtasida kurash musobaqalari ham bo'lib o'tdi. Samimiy suhbat yozilgan bayram dasturxoni atrofida davom etdi. Ustozning ezgu ishlarini bugun yosh avlod timsolida ko'rish mumkin. Bunday tadbirlar yurtdoshlarimiz qalbida g'urur va iftixor, ona vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'ularini kuchaytirishi bilan ahamiyatlidir.